Mana sizlarga Gentra'ni zo'ri keldi. Primoy dehqon salondan bir qo'l olgan ekanlar. Bir qo'l salondan olganlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 3-pozitsiyasi Gentra. Kraskasi mutlaqo top-toza. Yana genda berinsam bera. Nomerni ko'rsataymi sizga. 717 nomer. Mazza qilib 717 da yurasiz. Endi bitta buyog'ini ko'raylik. Primoy dehqonligi yana ma'lum turibdi. ABS bor, konservatorlari bor. Kapot usti yaxshi turibdi, tosh-posh tegmagan. Amerikanka fara afsuski qo'yilmabdi ekan, o'zingiz qo'yib olasiz. Balon diska holatlari yomon emas. Salonning ichiga mazza qilsangiz kerak. Nima ish qanday ochildi? Yo'q, zo'r akvaprintlar qilingan ekan. Vachach, eng zo'r tomoni mashina boki. Shu paytgacha benzinda harakatlangan. Absolyutno gaz qo'ymabdilar. Mazza qildim lekin. Probegi ham 86 mingmi shunday. Joninglar. O'zi mashinaga qarab yuradigan odam, ay. Boshqa narsani turibdi ekan, gubka. Akvaprint almashtiribdilar. LED fara. Xo'sh, taglari zo'r. Yomon emas do'stlar. Narxi kelgan paytlari 12,5 qo'yib bering dedilar. Kraskasi radnoy aka, Primoy dehqonman, o'zim nomimda salondan chiqqan dedilar 12,5 baland deb turib. 11,900 dollar qilib qo'yib qo'ydik. Yana ozmo savdosi bor. Egalarining nomer telefoni pastda bo'lar. Siz birinchi like bosing, chunki sovuqda. Ko'ryapsiz, bo'sh qotib ketdi. Shapka kiymabman deb afsuslandim. 11,900 dollar va yana savdosi bor. Nomer telefonlari pastda bo'lar. Hozirroq telefon qilib bosing do'stlar.